Assalomu alaykum hammaga. Mansard tomimizda ishlar davom etadi. E'tibor beringlar. 10 ga 15 lik horidan 2 ta 6 metr uzunasiga hori qilib tortib olganman. Shuni tagiga 10 ga 15 likdan stoyka berganman. Shu yer 7,5 metrlik katta xona bo'lyapti. Ustiga 3 metrdan to'sim tashab, shuni ustiga straplik qo'yganmiz. Shunda 4 metr joyida 70 cm ukloni bor. Oldiga 40 cm o'sgan, bu yerdan 40 cm oldiga o'sgan. Tungi ishlarimizda rushnoy soylarini tayyorlayapmiz. Romlar chekalariga soy tayyorlab qo'yyapmiz. Xudo xolasa rushnoy juda qo'l ushlaydigan joylari qoldi. Horimiz mana bu joydan o'tgani uchun beler olmasin deb 2 qavat qilib terma qilib qo'yganmiz. Hop, bu yerga eshik qo'yiladi. Bitta uzun xona bo'ldi. Bu yer hol bo'lyapti. Bu yerga eshik qo'yiladi, bu ichkariga xonaga kirish uchun. Lestnisadan chiqqanda hol bo'lyapti. Yumshoq mebel qo'yib qo'yiladi. Juda muhtashamgina mansardda tom bo'lyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa foydali videolar qo'yib boraman.